Surxondaryo telekanalida Munavvar kun musiqiy dam olish dasturi davom etmoqda. Qadrlilar, shanba tongida biz sizlar bilan mana shu teleekran orqali g'oyibona birgamiz. Demak, juda ham vohadoshlarimiz uchun qiziq bo'lgan mavzulardan biri haqida mehmonlarimiz bilan suhbatlashyapmiz. Ya'ni chang bo'ronlari haqida. Deyarli har 2-3 kunning birida ayollarning dodi desam mubolag'a bo'lmaydi. Dolzarb mavzulardan biri Dildor opa. Aynan dam olish kunlariga yana mo'ljallab turib shu chang bizga tayyor bo'lib turadi. Tozalash, albatta uni oqibatlarini bartaraf etish biroz ayollarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Demak, qadrli teletomoshabinlar, aynan ushbu mavzuda agar sizning savollaringiz bo'lsa, marhamat Telegram guruhimiz ochiq, o'zingizni savol va takliflaringizni mana shu demak, ilmiy ish qilayotgan mutaxassislarimizga, o'qituvchilarimizga yozib yo'llashingiz mumkin. Biz javob sizga olib berishga harakat qilamiz. Va o'ylaymizki, suhbatimiz siz uchun qiziqarli bo'lyapti. O'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob ola olyapsiz. Agarda ma'lum bir savollaringiz bo'lsa, Dildor opam ta'kidlab o'tganlaridek guruhga yo'llashingiz mumkin. Shu o'rinda menda yana bir savol bor Dildor opa. Bugungi kunda ushbu chang holatlarini, chang bo'ronlarini kamaytirishni, oldini olishni yana qanday bir yo'llari bor? Bizdan, insoniyatdan talab etiladigan vazifalar qaysilar bugungi kunda? Insoniyatdan talab etiladigan asosan narsalar bu atrof muhitga oqilona munosabatda bo'lish. Ya'ni antropogen omillar ta'sirida, ya'ni chang bo'lish bu tabiiy va antropogen omilga bog'liq. Antropogen omil hozirgi kunda 25% dan yuqori chang bo'lishini 25% dan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lyapti. Inson omili yuqori. Albatta, ya'ni bu yaylov hududlarni yoki o'rmonlarni kesish natijasida yerlar cho'llanyapti, degradatsiyaga uchrayapti yoki bioxilma-xillik deb aytib o'tdik. Bioxilma-xillik, ya'ni o'simlik qoplamining keskin kamayishi bu o'sha changning ko'tarilishiga sabab bo'ladi yoki qurilish ishlarida o'sha changni chiqishini oldini olish kerak. Ya'ni chang chiqarmaslik yo'llarini yoki sanoat korxonalarini nafaqat chang, balkim zararli chiqindilar bo'lishi mumkin, tutunlar bo'lishi mumkin yoki minerallar bo'lishi mumkin. Bularning hammasini oldini olish uchun ilg'or innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerak. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir video rolikni kuzatdim. Ya'ni tog' kon sanoatida bilasiz, o'sha ochiq karyerlarni ochishda o'sha yerlarni qo'porib portlatish usuli bilan ochiladi. O'sha unday holatda atrof muhitga juda katta miqdorda chang ko'tariladi. Buni oldini olish uchun maxsus o'sha qurilmalardan o'sha portlatishdan oldin suv sepib, yomg'irlatib, tomchilatib suv sepib, o'sha changni ko'tarilishini oldini olish ishlari amalga oshirilmoqda. Bunaqa ishlarni ko'p qilish kerak, boshqa sohalarda ham amalga oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Ayni davrda biz hozir texnika asrida yashayapmiz va texnika yangiliklarini eshitib to'g'risi hangu mang bo'lib qolamiz. Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi degan o'sha mashhur jumlalarni hozir ayni paytda har birimiz takrorlayotgan bo'lishimiz ham ne ajab. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarni bir portlatgan bir yangilik ma'lumotga ko'zim tushdi. Ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan sun'iy bulutlar yaratilgan holda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini demak belgilangan muddatdan biroz avval yetilib pishirishi uchun maxsus sun'iy yomg'irlar yog'dirilayotgan ekan. Bo'ladi. Bunday texnologiyalar bugungi kunda dunyo tajribasida juda ham ko'p amalga oshiriladi. Aynan 2023-2024-yillarda Pokistonda juda ham ko'plab chang bo'ronlari yog'ilganligi sababli ham sun'iy yomg'ir yog'dirish usulida o'sha chang bo'ronlarini bostirish chora-tadbirlari qo'llanildi. Ya'ni endi bunday jihatlarni biz aytib o'tishimiz mumkin. Mamlakatimizda ham bunday tajribalar amalga oshirilsa bo'ladimi? Bunday tajribalarni amalga oshirish yoki tarixda yoki kelajakda yaqin 10 yillikda bunday tajribalar yo'lga qo'yilishi mumkinmi degan savol bo'lishi mumkin. Ko'pgina o'sha hamyurtlarimizni qiziqtirishi mumkin. Bu bo'yicha bugungi kunda mamlakatimizda sezilarli ishlar yo'lga qo'yilgan. Aynan 1963-yillarda sun'iy yomg'ir Toshkent shahri Chirchiq hududida sun'iy yomg'ir yog'dirilgan. Aynan O'zbekiston hududida 63-yilda. 63-yilda 1963-64-yillarda o'sha sohada ilm qilgan insonlar aynan Toshkent shahri Chirchiq hududida sun'iy yomg'ir yog'dirish o'sha amaliyotini o'tkazishgan va bu ijobiy natijalar bergan. Demak, bu kashfiyot yangilik kecha yoki bugun paydo bo'lib qolmagan. Aynan o'tgan asrda
o'sha olimlar tajribalar, nazariyalar yaratilgan va amaliyotda qo'llanilgan va ijobiy xulosalarga erishilgan. Aynan bugungi kunda O'zbekistonda o'sha ilmiy ish olib borilayotgan olimlar bu ishni hozirgi kunda yanada jadallashtiryapti. Yaqin 10 yillikda bizning mamlakat, ya'ni 10 yillik desak uzoq muddat bo'ladi, yaqin 5 yillikda bu tajriba aynan O'zbekistonda ham qo'llanila boshlaydi. Aynan sun'iy yomg'ir yog'dirish bu juda murakkablik jihati yo'q, aynan iqtisodiyot bilan bog'liq, ya'ni iqtisodiy o'sha mablag' bilan bog'liq jihatlari bor. Bunday jihatlar bugungi kunda bizning mamlakatimizga ham yangilik bo'lmaydi. Aynan yuqorida aytib o'tdingiz, antropogen omillar yoki biz insonlardan nimalarni talab qiladi bu chang bo'ronlarini oldini olish. Oddiy bitta misol aytib o'tish kerak shu yerda. Yerlarni shudgorlash tizimi bor. Aynan ikkinchi ekinga tayyorlash. Bizda qishloq xo'jaligida. O'sha holatlarda mana bu shahardan sal chetroqqa chiqib ko'radigan bo'lsangiz, aynan o'sha shudgorlash jarayonidagi chang bo'ronlariga sabab ko'rasiz. Yaqqol ko'zingiz bilan ko'rasiz. Ya'ni shudgorlash orqali, ya'ni sug'orilmagan dalalar shudgorlanayotganda juda ham katta miqdorda chang ko'tariladi. Bu o'sha dala chetida yashaydigan insonlarga juda ham katta aziyat chekishiga sababchi bo'ladi. To'g'ri, bizda mahalliy aholimiz changning ta'sirlarini juda ham anglab yetishmaydi. Bu chang shunchaki chang deb qaraymiz, lekin inson salomatligiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Men doimo mana shunday narsani misol keltiraman. Yevropada aynan insonlarni ham biz ko'p holatlarda taqqoslash bo'lmaydi, lekin bizning o'sha mutafakkir olimlarimizning shunday fikri bor. Abu Ali ibn Sino bobomiz shunday ta'kidlagan. Agar chang va g'ubor bo'lmaganda inson 1000 yil yashash mumkin edi deydi. 1000 yil yashash mumkin edi. insonlarning organizmi ham texnikalarning organizmidagi ishlaydi. Ya'ni texnikalarning o'sha qismidagi ishlaydi. Bizning o'pkamiz, yuragimiz, jigarimiz, nerv faoliyatimiz o'sha texnikaga taqqoslaydigan bo'lsak, aynan Yevropa mamlakatlarida harakatlanuvchi texnologiyalarni, o'sha transportlarni 10 yil, 15 yilda motor qilishadi. Bizda esa uzoq bilan 5-6 yilda o'sha yana texnik ko'rikdan o'tkazib motor qilishga sababchi bo'ladi. Buni o'sha texnik jihatdan, ya'ni ekologiya juda ham keng qamrovli soha hisoblanadi. O'rganishganda bizda chang bo'ronlari ko'p bo'ladi. Transportlar o'sha motorlarning yemirilishiga, o'sha changlarning ta'siri hattoki texnikalarga ham ta'sir ko'rsatar. Ya'ni tez yemirilib ketishiga sabab bo'lar. Insonlarda ham xuddi shunday. Changli hududdan qanchalik ko'p nafas oladigan bo'lsak, shunchalik bizning umrimiz qisqarib boraveradi. Buni mahalliy xalqimiz anglab yetish kerak. O'shanda chang bo'ronlar holatda men ko'p holatlarda kuzataman. Niqob taqishmaydi yoki o'sha tibbiy xulosalarga kelishmaydi yoki o'sha chang bo'ronlar kuzatilgan holatda ham ko'chalarda bemalol sayr qilib yurishaveradi, ishi bo'lsa bo'lmasa, lekin ular anglab yetish kerak. Chang bo'ronlar bu insonlarning salomatligiga juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Infarkt, insult bugungi kunda ko'payib boryapti deydi. Aynan biz ilmiy tadqiqot, o'sha ilmiy izlanishlarimiz natijasi shularni shunday holatlarga duch kelyapmiz. Infarkt, insultlarning kelib chiqishida ham PM2,5 mikrometrlik changning roli juda ham katta. Aynan infarkt, insultning kelib chiqishi, ya'ni foiz koeffitsiyentiga qaraydigan bo'lsak, 30% ga yaqini o'sha aynan mana shunday chang bo'ronlarida ko'p yurgan, o'sha chang bo'ronlaridan aziyat chekkan insonlarda ko'proq kuzatilishiga guvoh bo'lganmiz. Asadul aka, Furqat aka bergan ma'lumotlaringiz uchun o'zimizning tashakkurimizni izhor qilamiz. Nafaqat o'zimiz, balki teletomoshabinlarimiz tomonidan ham rahmatlarimizni aytib qolamiz. Marhamat, kun tilaklariga o'tsak, o'zingizni mana shu bizni tomosha qilib o'tirgan vohadoshlarimizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dil so'zlaringiz bo'lishi mumkin, tilaklaringiz bo'lishi mumkin, yetkazishingiz mumkin. Marhamat. Doimo o'sha sog'-salomat bo'lingizlar. Mana shunday ko'rsatuvga taklif qilganliklaringiz uchun tashakkur aytamiz. Butun xalqimizga, butun insoniyatga mustahkam sog'lik, tinchlik, farovonlik tilab qolamiz. Rahmat. Tashakkur. Aytganingiz kelsin, Furqat aka, sizdan ham eshitaylik. Avvalambor shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringizdan juda xursand bo'ldik. Bugungi kun hammamizga xayrli bo'lsin. Tomoshabinlarga, barcha xalqimizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Sizga ham rahmat, foydali suhbatlar, tavsiyalar, maslahatlar uchun. Albatta bizni tinglab turgan barcha teletomoshabinlarimiz aynan chang bo'ronlari haqida qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lishdi va buning oldini olish uchun va nimalarga e'tibor qaratishni juda ham yaxshi bilib olishdi desam adashmagan bo'laman. Xuddi shunday. Yana studiyamizga o'tib qolamiz. Ilmiy ishingizga salomat tilab qolamiz. Muvaffaqiyatli yoqlab olishlaringizni. Marhamat, salomat bo'ling, yaxshi yetib oling.
Demak, qadrli teletomoshabinlar, mana bir-biridan g'aroyib va ajoyib bo'lgan ma'lumotlarni eshitdik. Umuman olganda sun'iy yomg'irlar haqida, bundan tashqari aynan sun'iy yomg'irlar o'zimizning O'zbekiston Respublikasi hududida 1963-yilda yog'dirilganligi, bundan tashqari yana qanaqa qiziqarli faktlar sizni hayron qoldirdi? Ochig'ini aytsam, aynan o'zimizni hududda bu amaliyot amalga oshirilganligini bilmagandim. Hozir men uchun yangilik bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan Xitoyda amalga oshirilganligini bilardim-u. Hozir mutaxassislarimiz tomonidan o'zim uchun qiziqarli bo'lgan bu kabi ma'lumotlarni ham oldim. Demak, biz hozir Ayzaxonni va Ayzaxon singari boshqa teletomoshabinlarimizni ham hayron qoldirishda davom etamiz. Voajab deb ko'radigan bir ajoyib sahifa tayyorlab qo'yganmiz, qadrli teletomoshabinlar, aynan sizlar uchun. Demak, qiziqarli olam deb nomlangan sahifamiz G'azna Mustafaqulova hamkasbimiz tomonidan tayyorlangan. Birgalikda ko'ramiz va o'sha so'zni aytamiz. Voajab. Marhamat.